Tumanimizdagi 38-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish ishlari bo'yicha seminar tashkil etildi va bu seminar juda ham chiroyli tashkil etildi. Tarbiyalanuvchilar o'rtasida yozgi sog'lomlashtirish davridagi turli-tuman musobaqalar, sport musobaqalari, tabiatni asrash, ekologik tarbiya jarayonlari tasvirlandi. Yozgi sog'lomlashtirish davridagi kun tartiblari bilan tanishib chiqdilar. O'sha kun tartibi mobaynida tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi musobaqalarni chiroyli, to'g'ri tashkil etilganligining guvohi bo'lishdi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani 38-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bugun suv resurslarini tejash, ekologik tarbiya va gigiyenik madaniyatlarni shakllantirishga qaratilgan suvni asraymiz va kelajakni asraymiz shiori ostida oylik tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha yozgi sog'lomlashtirish davrini tashkil etishga oid me'yoriy hujjatlar va ularni ijrosini ta'minlash bo'yicha yozgi sog'lomlashtirish haqida seminarlar bo'lib o'tdi.